Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga xorijdan taqdim etilayotgan vakansiyalarni o'qib eshittiraman. Asosan ayollar uchun bo'ladi. Xo'p, agarda siz erkak kishi bo'lib videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yoki Yevropadasiz, ayolingiz uchun ham munosib vakansiyalarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, asosiysi boshlayman. Xo'p, bizga taqdim etilayotgan vakansiyalar qaysi mamlakatdan va qanday kasb egalariga talab kuchli? Xo'p, Germaniya, Fransiya, Finlandiya, Italiya, Bolgariya, Latviya, Sloveniya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklaridan vakansiyalar taqdim etilgan va qaysi kasb egalariga talab kuchli? Bulardan birinchisi hamshiralik, akusherlik, feldsherlik hamda qishloq xo'jaligi ishlarida ish, xona tozalovchisi, ofitsiantlik, tikuvchilik, bola tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha mana shu sohalar bo'yicha ish o'rinlari bor. Oylik maoshlari, yosh talabi, til talabi hammasini sizga hozir to'liq o'qib eshittirishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi o'rinda boshlaydigan bo'lsak, Germaniyadan boshlaymiz. Xo'p, Germaniyada 8 oylik ish, 1,5 ming, 2,300 yevro oylik maosh, 21 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Rus tilini muloqot darajasida bilishingiz so'raladi. Hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Finlandiyada ham mavsumiy ish, oylik maosh 2,000 yevro, 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollar rus tili talab qilinadi. Xo'p, mana endi Fransiyada bola qarovchisi bo'ladigan bo'lsa, enagalar bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 5 kun ish, kuniga 10 soat, oylik maoshingiz 1,500 yevro, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar, siz ya'ni hozir til talabini ko'radigan bo'lsak, ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi Sloveniyada ham hamshiralik 1200 yevro oylik maosh, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak. 3 yillik ish tajribasi so'raladi. Tikuvchilarga bo'ladigan bo'lsa 850 yevro ish haqi. Bolgariya mamlakatida 100 yevro oziq-ovqatingiz uchun qo'shib beradi. Haftada 5 kun ishlanadi. Xo'p, ertalab 9 dan kechki vaqt soat 6 gacha. Rus tilini bilsangiz yaxshiroq. Tozalash ishlarida ayollar va erkaklar oylik maosh 1470 yevro net dollarda to'lanadi. Xo'p, 20 yoshdan 40-45 yoshgacha, 55 yoshgacha ayol va erkaklar qabul qilinar ekan. Ana endi Germaniyada rasmiy ish. Nemis tilini bilishingiz kerak. 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz va oylik maosh sizga 3100 va 3600 bruttogacha to'lanadi. Brutto va netto farqini ham hozir sizga tushuntirib beraman. Mana shunaqa ish o'rinlari, agarda ko'proq ish o'rinlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu ish o'rinlariga bormoqchi bo'lsangiz, ushbu video kommentariyasida ismingiz, yoshingiz, chet tilini bilasizmi yoki yo'q? Mana shuni yozib qoldiring. Biz sizga agar nemis tili kerak bo'ladigan bo'lsa, rus yoki ingliz, italyan tili kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha til kursimiz havolasini tashlab beraman. Til o'rganish bepul, hech qanday to'lov qilmasdan bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi bu ishlarga ketish uchun talablarni aytib o'taman. Undan oldin brutto va netto farqini tushuntiradigan bo'lsam, Germaniyada sizga 3600 yevro brutto to'lashdi. Bu solig'i olib qolinmagan summa. 3600 yevro sizga berishadi. Endi menga soliqni ber deydi davlat. 3600 yevrodan 800 yevro soliq to'laysan deydi. Siz 800 ni berasiz, o'zingizga 2800 yevro qoladi. Xo'p, netto degan oylik maosh ham bor. Bunda sizga deylik 2200 yevro netto ko'rinishida oyligingizni beradi. Bo'ldi, siz soliq to'lamaysiz deydi. Nimaga? Chunki biz
siz to'laydigan soliqni olib qoldik va sizga mana shu 2200 yevroni berdik. Bu netto. Ya'ni solig'i olib qolingan oylik maosh netto, solig'i olib qolinmasdan sizga beriladi va siz o'sha oylik maoshdan soliq to'laysiz. Mana shu soliq to'laydigan oylik maoshingiz brutto deb ataladi. Xo'p, endi mana shu ishlarga bormoqchimisiz, sizdan talab qilinadigan hujjatlar birin-ketinligi. Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda 3/4 ko'rinishda oq fonda sizni so'ratingiz. Xo'p, uchinchi o'rinda sudlanmaganlik haqida hujjat Davlat xizmatlar markazidan olinadi. Xo'p, to'rtinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz, maktab bo'ladigan bo'lsa attestat, universitet, kollej, litsey, magistratura bo'ladigan bo'lsa diplom so'raladi. Mana shu 4 tala hujjat. Hammasini ingliz tiliga tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana qo'shimcha hujjatlar, deylik ish tajribasi so'ralsa, ish tajribasi borligi haqida hujjatingiz, agarda sizda ixtiyoriy til sertifikati bo'lsa, mana shu hujjatni ham qo'shib qo'yasiz. Xo'p, sog'lig'ingizni so'rovchi dokument tayyorlab keling deyishsa, shahar tibbiyot bo'linmasiga borib o'zingizni tekshiruvdan o'tkazasiz. Sizni sog'lom deb topgan xulosani dokument tariqasida hujjatlaringiz orasiga qo'shib topshirasiz. Mana shu hujjatlar kerak bo'ladi. 4 ta majburiy hujjat, 3 ta ixtiyoriy. Xo'p, ana endi ketish xarajatlariga va viza turiga keladigan bo'lsak, viza 6 oydan boshlab 3 yilgacha beriladi. Xo'p, ketish xarajatlarini aytadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya va Bolgariya mamlakatlariga siz Latviya mamlakatiga ishga bormoqchimisiz? Ketish xarajati $500 $1200 Xo'p, Germaniya, Finlandiya, Italiya, Fransiya mamlakatiga ishga bormoqchimisiz? Bu yerda ketish xarajati $1200 $2000 aylanishi mumkin. Nega? Bolgariya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklariga hujjat tayyorlash va ishga ketish oson. Sababi oylik maosh kamroqligi uchun, ikkinchi sababi u yerdagi ish beruvchilar ishga borayotgan va ishga kelayotgan nomzodlar uchun avia chiptalarni ham o'zlari yonlaridan sotib olib berishadi. Shuning uchun ham ketish xarajatlari ayrim holatlarda arzonroq bo'ladi. Agarda sizga birorta taklif bo'ladigan bo'lsa, birorta ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, qaysidir mamlakat haqida ma'lumot berish kerak degan bo'lsa, kommentariyada o'sha savolingizni yozib qoldiring. Keyingi video sizni savolingizga javob tariqasida video ma'lumot bo'ladi. Sizlar bilan Asadbek Hasanov bo'ldi. Dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.